jahon beshigini tebratib qo'ygan, ilmu irfon nurin qaratib qo'ygan, olamni o'ziga qaratib qo'ygan. Shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Tomirimda oqar baholar qoni, kim bilmas Xorazmi Ibn Sino. Tog'lardan balanddir shavkatu shoni, shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Nomin eshitganda tiksurib dunyo, Biruni bobomga aytar tasanno. Ko'ksimda iftixor, boshimda humo, shu buyuk millatning umidiman men. Zamahshariylar zehnin ko'rsatgan, arablarga arab tilin o'rgatgan, ilm cho'qqisiga bayroq o'rnatgan. Shu buyuk millatning umidiman men, shu buyuk millatning umidiman men. Hiç charchamaydigan aka-ukalarim, opa-singillarim, tengdoshlarim va bizga ilm berib hech tolmagan mehribon ustozlarim hamda FM video va radiomizning qadrli tinglovchilari, barchangizga bugungi chorshanba tongi muborak bo'lsin. Kun davomida a'lo kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Erta tongdan to quyoshga botgunga qadar yuzingizdan kulgu tabassum hech arimasin. Bahoriy ilk kayfiyat sizni tark etmasin deya bugungi dasturimizni boshladik. Aziz muxlislar, endi siz kutgan lahzalarga, to'g'rirog'i tabrik vaqtiga navbat keldi. Dasturimizni bugungi qahramoni, ya'ni tug'ilgan kun egasi, jamoadoshimiz Efir Gityobar radiosining a'zosi Abdumajid va O'g'iloy sizni bugungi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat qilib tanlangan kuningiz bilan muborakbod etamiz. Ilohim Alloh umringizni barakasini bersin. Hayotingiz savobli amallar bilan bezasin. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, barchasi o'z ijobatini topsin. Yaqinlaringiz, oilangiz baxtiga hamisha sog' bo'ling. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring, inshaalloh. Umringiz buloq suvidek tiniq, asaldek shirin, asrdek uzun, asardek sermazmun bo'lsin. Endigi navbatni kun tarixiga beramiz. Marhamat. 1871-yil Germaniya imperiyasining birinchi konstitutsiyasi qabul qilindi. 1898-yil Maksim Gorkiy asarlarining birinchi nashri chop etildi. 1906-yil AQSh va Xitoy o'rtasida dengiz osti kabelini yotqizish tugallandi. 1945-yil Ikkinchi jahon urushi paytida Berlin operatsiyasi boshlandi. 1964-yil amerikalik uchuvchi Gerlandiya Moog G'arbiy Germaniyaga qo'ndi va yer sharini aylangan birinchi uchuvchi ayol bo'ldi. 1966-yilda Isroilda ilk bor Coca-Cola sotuvga chiqdi. Endi kayfiyatimizni yanada ko'tarib olish uchun ajoyib bir taronaga navbat beramiz. Musiqa tinglab kayfiyatingiz yanada ko'tarilgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursandmiz. Endi esa biz navbatni hikoyaga beramiz. Qishloqning bir chetida pastakkina uy turar, sajda qilib u yerda onaizor o'tirar. Yolg'iz o'g'lin eslar u, yonib achchiq firoqda. O'g'li esa yurt uchun jang qiladi yiroqda. Ona sajda qiladi, ko'z yoshlari shashqador. Bir nuqtaga tikilgan xayolida nelar bor. Ko'z
oldiga keladi, keyingada jang maydoni, jonsiz yotar maydonda mard o'g'li pahlavoni, ko'kragida jarohat, qop-qora qon har yog'i, qolmish jonsiz qo'lida dushmanining bayrog'i. Ona yuzin qoplar g'am, chimirgancha qoshini, asta suyar qoniga oppoq sochli boshini, yurak dardi yosh bo'lib to'lib kelar ko'ziga, marjon tomchilar oqib tushar yuziga. Qalbim to'ridagi armonlarimsiz, xayollarim parishon ona, mudom yodimda siz, o'ylab qo'yasiz, sizni bir bor ko'rsaydim ona. Armonlarga to'lib yashayman, toblik qildi menga bu olam, doim sizni o'ylayman, jannatimsiz sizning onam. Ko'zlarimga to'lib yoshlarim, yurak sizni izlasa netay, oramizdan ketsa oqibat, bu dunyodan yashamay o'tay. Mana azizlar, bizga ajratilgan vaqt ham o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayr emas, kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz. O'tgan kunlar endi tarixdir beshak, bu vatanga yangi